Dunyodagi eng yoshi katta daraxt O'zbekistonda bo'lishi mumkinligini bilarmidingiz? Agar bilmasangiz yoki bilgingiz kelayotgan bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Daraxtimizning nomi Majrum archasi, Majrum qishlog'ida joylashgan Jizzax viloyati Forish tumanida. Daraxtimiz yoshi 2500 yildan ziyod. Olimlar aytishlaricha, Iskandarning askarlari buni ekkan bo'lishlari mumkin. Endi tasavvur qilinglar, agar bu daraxtni haqiqatdan ham 2,5 yil oldin Iskandarni askarlar ekkan bo'lsa, Iskandar bu tarixni o'zgartirgan inson bo'lgan. Oddiy odamman, tarixga umuman hech qanaqa aloqam yo'q. Mana shu yerda o'tiribman-da hozir. Bular haqida gapirib. Вообще aqlga sig'mayapti. Balandligi 30 metrdan ziyod ekan. Qalinligini olsak 24 metr. Qancha menga vaqt kerak bo'ladi hol daraxtni shunchaki aylanib o'tishga. Bundan tashqari mana bu yerda ham bu bitta daraxt, bu ham o'shanga tegishli. Mana bu yerda ham syomka ketyapti. Sizlarga salom. Hali ham men aylanib o'tganim yo'q. Xalaqit berganimcha uzr. Mana shu yerdan boshladim. Mana shu yerda qaytdim. 5% ni ham egallaganim yo'q, qo'limni cho'zib. Qanday lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegram kanalimda olasizlar. 2,5 yilga ega bo'lgan daraxt hali ham bu tirik, lekin gap yo'q. Mana bu yerda yuribman, to'ymayapman-da.